shahar markazidan arzon narxda hovli qidirib yurgan xaridorlarimiz uchun 3 xonali kvartiraning pulida 3.6 sotuvlik hovlimiz sotuvga chiqyapti. Kirib yashashga tayyor, barcha qulayliklarga ega. Marhamat, darvozaxonamiz bemalol mashina kiradi. Xo'sh, birinchi qavatda bizlarda oshxona bo'lyapti. Barcha sharoitga ega, kirib yashashga tayyor hovlimiz. Razdevalka va umumiy yuvinish xonasi kattagina, juda keng. Xo'sh, ikkita podvalimiz bor. Ikkalasi alohida kirish va tepada bizada kattalar uchun yotoqxona, ikkita xonamiz bor va juda katta zal bu tarafda va bolalar uchun bu yerda detskiy spalnya qilishgan, juda ham katta spalnya. Bemalol 2-3 ta farzandga joy qilsangiz bo'ladi. Bu yerda esa bizada yozgi sanuzel ham mavjud. Hovlimiz kattagina, hovlimizning oxirida juda ham katta bo'sh joy bor. O'zingiz xohlagandek qilib, 2 qavatli qilib imorat qilsangiz ham bo'ladi. Yozda dam olish uchun basseyn, letniya kuxnya qilib, o'zingiz xohlaganda remont qilsangiz bo'ladi va orqa tarafimiz ham ko'cha bo'lyapti. Bemalol yana bitta darvoza ochsangiz ham bo'ladi. Bemalol 2 ta aka-uka yashasa bo'ladi. 3.6 sotuvdan iborat 4 ta xona va kattagina hovlisiga ega hovlimiz. Manzilimiz bu tarafimiz Dagbitskiy bank kollej, bu taraf esa Siyob bozor Shodiyona, Ko'hinur plazaning shundoqla ro'parasida bo'lyapti, eski havasining oldida. Narxini 1 milliard 368 million deyishyapti, yana albatta savdosi bor.